Azizlar 4,5 sotixdan iborat Baxt ko'chasida sizga jaydaricha uchastka topib qo'ydim. Bitta obzorni ko'ringlar azizlar. Ana shu uchastkamiz 2-qavatda mavjud azizlar. Darvozaxonaga bizaga yuvinish xonasi, hojatxona, zal, umumiy azizlar 2 ta zal, 3 ta spalni, 2 ta sanuzel, 2 ta yuvinish xonasi mavjud azizlar. 3 ta oilaga mo'ljallangan azizlar. Mana bu zalimiz azizlar. Birinchi zalimiz asosiy mehmon kutadigan zalimiz. Azizlar uchastkamiz 100% g'ishtdan ko'tarilgan va plita bilan 100% to'liq yopilgan azizlar. 2 qavatli va zalimizga kamin o'rnatilgan azizlar. Xo'p, darvozaxonamiz общий sanuzel, yuvinish xonasi va 2 ta oshxona. Birinchi oshxonamiz, ikkinchi oshxonamiz, zal, yana bitta zalimiz, yashash xonamiz, yotoqxona, yana bitta komplekt yuqoriga bor va darvozaxonani yuqorisida yana bitta komplekt, yana sanuzel va zalni tagiga o'nga 5 podvalam mavjud azizlar. Uchastkamiz 4,5 sotik azizlar. Azizlar ikkinchi qavatimizdan bir ko'ramiz. Xo'p, azizlar ikkinchi qavatimizga 2 ta komplekt bor va 2 ta oilaga, aka-ukalarga bemalol mo'ljallangan azizlar va ana shunaqa katta terrasa mavjud. Mana bu komplektimizga yashash xona, yotoqxona va sanuzeli mavjud. Va o'ng tomonimizga ham yotoqxona, koridor, bitta oilaga mo'ljallangan. Mana bu 4,5 sotik uchastkamiz umumiy ko'rinishi azizlar. Lokatsiyasi Baxt ko'chasi bo'ylab azizlar, 3-proyezd. Narxi azizlar 71,900 va albatta kichkina zazorchasi bor. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Всех от души уважаю.